O'lmasov Dilshodbek bitu sertifikat tabriklayman. Ha bitta joydan ekonom bo'ldi mana. Egamberdiyeva Sabina tabriklayman. Nechinchi sinf? Yashang. Sobirova Mehribon tabriklayman. Chorkesardami? Qayerdan? Yashang. Xo'p. Bivan sertifikatiga ham 23,5 tadan to'g'ri javob beryapti. 30 tadan 23,5 ta. Shuning uchun bularni ham e'lon qilaman, lekin hammasi xudo xolasa 100% oladi. Ya'niki bitu oladi. Xuddi hozir A'ni ham, B'ni ham, B+ ni ham e'lon qilganda, bu ham xuddi o'sha natijada. Xo'p. Mohunur, Mo'minova Mohunur tabriklayman. Tezroq. Ha? Joydan yutdik, mang, berib yuboringlar, yashang. Hoshimjonova Rayhona tabriklayman. Bu ham tepadan? Ha? Ushoqdami? Xo'p. Olimova Dilshunos. Ha, chaqirdim, buni eslayman. Ammo 100% qilasizlar. Ubaydillayeva Murodbek tabriklayman. Ubaydillayeva, uzr. Meni to'g'ri tushunasizlar. To'g'ri tushunishga majbursan, xursandchilikda 100% qilasan. Ahmedov Mirziyo tabriklayman. Qani? Qo'yib yuboringlar. Yasha bersin. Sherqo'ziyev Asliddin tabriklayman. Qani? Bir hayda o'radim menimcha. Abdulboriyeva Ruxshona tabriklayman. 100% qilasiz, men Ruxshona. Yurib. Haydar Maqsadjon. Yashang. Ma. Tursunov Bekzodjon. Tepadami? O'zim ham tushunadi deb o'yladim. Tolibjonov Shohnur. Bu tepada emas lekin. Ha. Ma. Xo'p, Ubaydullayev Nurislom. Ma. Tursunova Mehribon tabriklayman. Rahmonova Zebuzar tabriklayman. Chiqarib yuboringlar. Meliqo'ziyeva Zahro. Nay, yashang. Ibrohim Jasurbek. Ha, bag'da. Charchadik. Ha. Bahodirday bitulardan berasiz. Bitta bitu qoldi. Yo'qmi? Qopda bitu sertifikatimiz qolib ketgan ekan, 10-sinf qizimiz Rahmonaliyeva Durdonaxon tabriklayman. Yil boshida keldingizmi? 1 yil bo'lmasdan ham sertifikat topib qo'yish nechasini emasmi u? Erkinjonov Ilyosbek tabriklayman. Yo'qmi? Yasha. Kenjaboyeva Rayhona tabriklayman. Bormi? Mamajonov Asadbek. Bering. Hop. Qali, bo'ldi bolalar eshityapmiz. Qali 100%lik 189 to'plagan o'quvchilarimiz bilan to'liq video qilib bir ularni oshkor qilamiz. Unga vaqt ajratishimiz kerak albatta. Men bilan Otabek. Hop.
hozir borini naqini gaplashib turaylik. Xo'p, menga Rasulov Muhammad Rasulni chaqirib yuboringlar. Bu bola 189 ballni bugun qo'lga kiritdi. Mana shuni tabriklashni. Eshityapsiz. Matematikadan 100% olgan. İngliz tilidan bugun B+ chiqdi. Tarixdan C+ olgan. Ona tilidan C sertifikatini olgan. 189 naq. Mana shunaqangi shogirdlarim ko'payishini xohlayman. Nimaga? Eshityapsiz. Aynan nimaga? Aynan xohlashimning sababini aytaman. Bu 189 to'plagandan der deb o'ylashlar mumkin. Yo, umumiy olganda bu o'quvchimizdan so'radim. Nima qilasan endi? Domla xo'p desangiz, rus tili o'qiyman. Voy, eshityapsiz. Xo'p desangiz, haftada 3 kun rus tili o'qiyman, 3 kun ingliz tili o'qib, IELTS'imni oshiraman. Men o'qishga kirgandan keyin 2-kurs, 3-kursdan qo'shma ta'lim dasturida chet elga ketaman. O'shanda portfoliyomga IELTS'im 7,5-8 bo'lishi kerak. Shuni ishlayman. Yashar. 189 olgan o'quvchilarimiz ko'p. 4ta, 5ta, 6ta bilmayman, san aniq sonini aytmayapman. Chunki hozir shattalik uchun buni nishonlab qo'yapman-da, ham bugun chiqdi ingliz tilisi. Xo'p, tibbiyotda bor, 4ta, 5ta uyga ketgan. Hali hammasini umumiy chaqiramiz. Nimaga aynan? Tibbiyotdagilar ham bilmayman, men o'zim tibbiyot sohasidan jinday qo'rqqanligim uchunmi? Shunaqangi bo'lishini xohlayman farzandlarim. Shu yigitdaqangi bilimli bo'lishini. Nimaga? Bo'ldi 189 tugadi, missiya bajarildi. Yo'q, o'qiyman deyapti. Xursandman men. Domla biror hafta tamom keladigan yo'q. Odam beraman. Lekin o'qiyman. Malades. Ota-onasiga rahmat. Dadasi aytdi o'qiysan. Bu ham o'zim o'qiyman. Dadasiga rahmat. Shunaqa farzand tarbiyalagan uchun. Keyin biz ustozlar o'tiramizda, biror marta bir e'tiroz ham eshitgan bo'lamas. Shunaqangi darajada. Aytmoqchimanki, xudo xolasa jahon iqtisodiyoti diplomatiyasini xalqaro iqtisodiy munosabatlar degan yo'nalishga topshirasan, 189 bilan kirasan, xudo xolasa, u yo'nalishda kim bo'ladi? U yo'nalishda elchi, u yo'nalishni bitirsa, xalqaro iqtisodchi, xalqaro diplomat, konsulxona